uyda o'tirganda birdan shirinligingiz kelib qolganda, juda ham mazali, og'izda eriydigan, kam tayyorlasangiz, kam tayyorlaganingizga afsuslantiradigan va tez tayyorlanadigan bananli va shokoladli shirinligimizni tayyorlaymiz. Ko'p masalliq ketmaydi, bizga faqat banan, shokolad va albatta mali xamirlari kerak bo'ladi. Bananlarimizni o'rtasini xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz, keyin o'rtasiga plitka shokoladlarimizni bir qator qilib terib chiqamiz. Chinkali shokoladlarni ham ishlatsanglar bo'ladi. Men yong'oqligini ham qilib ko'rdim va eng yoqqani menga yong'oqligi bo'ldi. Keyin mali xamirlarni shunaqa kesib olamiz va yaxshilab ingichka qilib yoyib olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek bananlarimizni o'rab chiqamiz va 180 gradusda usti qip-qizil bo'lguncha pishirib olamiz. Ustini xohishga ko'ra har xil narsalar bilan bezatsa ham bo'ladi. Bezatmasanglar ham shundoq ham shirin chiqadi. Menga ayniqsa usti bodomligi juda ham yoqdi. Bodomlari qizarib, kirsillab juda ham o'zgacha ta'm berar ekan. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ko'p vaqtinglarni olmaydi, lekin juda ham mazali chiqadi.